Cobalt'ning MCM variantini oldingiz. Hali ham gaz qo'yishga o'ylanyapsiz. Imino gaz qo'yish bo'lib ham metan qo'yishga o'ylanayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Cobalt MCM varianti metan uстановка berildi. Original jihozlari bilan 90 talik gaz balon dirs joylashtirilgan. Qo'yilgan blok upravleniyamiz Stack Gofas 200 original Polshada ishlab chiqarilgan blok upravleniya uстановка berildi. Elektron sistema, mat datchik, suv datchik bugun chatiligacha Polshaniki bo'ladi. Fasulkamiz maksimal darajada gazni yaxshi yetkazib berish uchun visokoskorostnoy original ADAX fasulkadan foydalandik va Action kompaniyasining ikkisini turlaridan uстановка qilib berildi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Bundan tashqari, barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановка xizmati mavjud. Bu Cobalt'ga metan, bunisiga propanni yechib metan uстановка qilib bermoqdamiz. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu videoni gaz qo'yishga o'ylanib yurgan do'stingizga tirsitib yuborib qo'ying, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling, obunachilarimiz uchun alohida bonuslarimiz mavjud. Aytgancha, bu komplektatsiyaning ichiga programma, proshka, motor, korobkasiga ham programmalari kiradi.